Kattasidan tortib oddiy ishsigacha. Alloh meni ko'rib turibdi deb yo'l qilsa nima bo'ladi birodarlar? Yo'llar yomg'ir yoqqach cho'kib ketmaydi. Yangi yo'l qurilgach yil bo'yi remont bo'lib yotmaydi shundan keyin. Agar Alloh ko'rib turibdi desa, o'g'irlik bo'lmaydi. 1 kilometr yo'l quraman deb 10 ta uchastka bitmaydi. Bir qurilgan yo'l yillab salomat turadi. Nima bu axir? Qanday sharmandalik? Yangi yo'l tushadi-yu, faqat uni o'rab remont qiladilar. Bu yog'ini endi remont qilib bo'lsa, bu yog'i cho'kib ketaveradi. Hammasi mana shu e'tiqodni yo'qligi uchun. Robb Alloh taolo ko'rib turibdi degan narsa yo'q. Faqat o'g'irlik, poraxo'rlik, korrupsiya bo'lgani uchun. Bu e'tiqodi bor odam ko'prik qursa, ko'priga qulab tushmaydi birodarlar. Bu e'tiqodi bor odam uy qursa, uyi odam ko'chib kirmasdan remont talab bo'lib qolmaydi birodarlar.